Demak, Facebook sahifamizni Instagramga ulandi. Подключение turibdi. Endi qiladigan ishimiz bizni biznes menejer ochishimiz kerak. Buning uchun ortga qaytamiz va bu joyda Meta Business Suite bor. Mana shuni bosamiz. Meta Business Suite'ni plyus tomoni shundaki, hamma Instagramni ham, Facebook'dagi demak, rilslari yoki SMS xabarlari aynan mana shu Meta orqali boshqarishimiz mumkin. SMSlarga mana javob berishimiz mumkin bu joyda. Instagramdagi Instagramda kelgan xabarlar, kommentariyalar yoki Facebookda kelgan xabar, kommentariyalar hammasini mana shu bitta joyda turib boshqarishimiz mumkin yoki qanaqadir rilslari yoki kontentlari mana shu joydan turib joylab borishimiz mumkin. Hammasini shu bitta joyda ko'rishimiz mumkin. Endi bizda biznes portfolio, ya'ni biznes menejer ochildi. Facebook sahifa bilan Instagram profil ulaganimizda avtomatik tarzda biznes menejer, ya'ni biznes portfolio ochiladi. Endi buni biz nastroyka qilishimiz kerak. Nastroyka qilishlik uchun mana bu tugmani bosamiz. Bizni biznes menejerga olib o'tadi. Biznes menejer to'liq demak mana shu Tibet-tuzni boshqaradi, ya'ni biznesingizdagi reklama akkauntlar, reklamalar hammasini mana shu joydan boshqariladi. Bu joyda juda ham ko'p funksiyalar bor, chalg'iymiz, shuning uchun eng kerakli joylarni ko'rsatib o'taman. Bizda hozir qiladigan ishimiz biznes menejer ochildi, avtomatik tarzda ochiladi. Sizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi buni nastroyka qilishimiz kerak, sozlashimiz kerak. Ya'ni Facebook bizni haqiqiy kompaniya ekanligimizni, biznes ekanligimizni bilishlik uchun ma'lumotlar kiritib o'tishimiz kerak. Buning uchun mana bu informatsiya biznes portfolioni bosamiz va bu joyda mana shu joylarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Redaktorlikni bossak, mana chiqadi, to'ldirib ketaveramiz hammasini. Bu joyda ham redaktorlikni bosamiz, mana nomini yozishimiz kerak, kompaniyamiz nomini. Qanaqa nom qo'ygan bo'lsangiz, mana shu biznes nomini qo'ysangiz bo'ladi. Davlat O'zbekistonni tanlab qo'yamiz, adreslar hammasini to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana sayt bo'lsa sayt, telefon raqam hammasini to'ldirib ketamiz bu joyda. Demak, buni to'ldirganimizdan keyin keyingi qiladigan ishimiz nastroyka ham ketdi. Endi biz uchun asosiy reklama yoqishimiz kerak bo'lgan joy bu Ads Manager hisoblanadi. Aynan Ads Manager orqali reklamalarimizni ishga tushiramiz. Endi Ads Manager ochishimiz kerak. Ads Manager ochishlik uchun reklama akkauntni bosamiz. Reklama akkauntdan добавить qilamiz. Добавitda создать новый reklama akkauntni bosamiz. Bu joyga reklama akkaunt nomini yozamiz. Bu reklama akkaunt faqat biz uchun ko'rinadi, boshqa joyga ko'rinmaydi. Shuning uchun o'zimizga demak to'g'ri kelgan nomni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni men o'zimga Tibet-tuz akkauntni yozib qo'yaman. Tibet-tuz qilib qo'yaman. Demak, nomini qo'ydim. Endi soatni belgilashimiz kerak. Ya'ni bu joyga Toshkentni yozamiz. Toshkent. Ahamiyat berishimiz kerak. Toshkentni Chimiti +5 qo'yishimiz kerak. Agar biz boshqa joyga Amerikani belgilab qo'ysak, reklamalarimiz Amerika vaqti bo'yicha ishlaydi. Biz vaqtimiz bo'yicha emas. Agar biz Toshkent vaqti bilan qo'ysak, Toshkent vaqtida reklamalarimiz ishga tushadi. Ya'ni siz reklamani qaysidir kuni soat 12 dan keyin yonsin dedingiz, Toshkentni belgilab qo'ysangiz, aynan 12 dan keyin yonadi. Agar siz Amerikani vaqtini belgilab qo'ygan bo'lsangiz, Amerika vaqti bo'yicha reklama ishga tushadi. Bu joyda chalg'ishlik ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun Toshkentni belgilaymiz. Dollar qoladi, dollarda so'm yo'q bu joyda. Dalay qilamiz. Ay kompaniya qoladi, yana dalay qilamiz. Galcha qo'yamiz, sozdать qilamiz. Demak, reklama akkaunt, ya'ni Ads Manager ochildi bizda. Endi qiladigan ishimiz ushbu Ads Managerni kim boshqaradi? Shuni belgilashimiz kerak. Назначить позыватель qilamiz va belgilab qo'yamiz. O'sha kim boshqarish kerak bo'lsa o'shani belgilaymiz va полный kontrol qilamiz va назначить qo'yamiz. Bo'ldi. Demak, Ads Managerimiz ochildi. Endi unga karta ulashimiz kerak. Mana все instrumenti bor. Все instrumenti kirib turib Ads Managerga kiramiz. Demak, asosiy reklamani yopadigan joyga yetib keldik. Aynan mana shu Ads Manager orqali barcha reklamalarimizni demak ishga tushirishimiz mumkin. Bu joyi hozir sizga demak qanaqadir tushunarsiz bo'lishi mumkin. Sekin-sekin reklama o'qib tushishingiz davomida ko'z o'rganib ketadi. Demak, mana ochgan Tibet-tuz degan Ads Manager ochdik. Menda boshqa demak reklama akkauntlarim bor. Sizda faqat shu bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz karta ulashimiz kerak. Viza karta ulashlik uchun chap tomonda 3 ta chiziqcha bor. Bu gamburger menyu deyiladi. Aynan mana shuni bosganimizda juda ham ko'p demak bizga funksiyalarni ko'rsatadi Facebook. Bizga bu joyda eng keraklisi hozir Вселенный счетов и платежи deganni bosamiz. Bu joydan turib biz kartalarimizni, viza kartani ulashligimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, viza karta olishlik masalasi. Bankka borib turib, xohlagan bankingizga borib turib, viza karta buyurtma berib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, shu banklari demak приложениялari bor. Hamkor bank bor, TBC bank bor. Juda ham ko'p bank bor. Hamma banklari
programmasiga kirib turib, приложениесiga kirib turib, o'sha joyda e, virtual viza karta ochish imkoniyati bor. Aynan virtual viza kartani ham ulasa bo'ladi. Demak, mana bunaqa oyna ochildi. Bu oynada demak ishlatgan pullarimiz, reklamaga qancha ishlatganmiz, qancha yechib olgan Facebook bizni kartamizdan hammasi demak bu joyda ko'rsatib turadi. Viza karta ulash uchun demak chatni bosamiz bu joyda и dalil qilamiz. Keyin yana bitta narsa qo'yib beraylik. Bu joyda mana kreditniy karta. Mana shu birinchisida qolishi kerak, ikkinchisida emas. Biz PayPal ishlatmaymiz, viza karta o'raymiz. Shuning uchun birinchisida qoladi, dalil qilamiz. Keyin bu joyga viza kartamizdagi ma'lumotlarni kiritamiz. Ism, familiya, karta raqami, yili, amal qilish muddati va maxfiy kod bor, sirli kod bor, kartani orqasida bo'ladi. Shuni ham mana shu joyga kiritib o'tamiz. Demak, kartani ma'lumotlarini kiritdim va kartani uladim. Ulagandan keyin mana bunaqa demak ulanganligi to'g'risida ma'lumot keladi. Kartovani bosamiz, mana kartalarimiz demak ulandi. Keyin yana bitta narsa qilib beramiz. Karta ulaganimizdan keyin parol applied degan yozuv chiqadi. Bu Facebookni bizga beradigan qarzi. Ya'ni birinchi yangi akkaunt ochganingizda Facebook $2 qarz beradi. Ya'ni siz reklama yoqasiz, kartangizdan $2 $2 reklama yoqquningizgacha Facebook pul yechmaydi. $2 reklama yoqqaningizdan keyin demak kartangizdan pul yechadi Facebook. Keyinchalik bu qarz demak oshib boradi. Qachonki siz reklama ko'p yoqib, Facebookda ko'p foydalanganingizdan keyin bu o'sha Facebook sizga beradigan qarz miqdori oshib boradi. $900 va undan ham oshadigan joylari bor. Uning uchun qanchalik siz Facebookdan ko'p foydalanib, ko'p reklama yoqqaningizga qaraladi hammasi. Keyin yana bitta narsa qilib beramiz. Karta olayotganda kartamizda pul bo'lishi kerak. Facebook tekshirib ko'radi. $1 yoki $2 yechib turib, yana kartadagi pulni, yechgan pulni joyiga qo'yib qo'yadi. Shuning uchun kartamizda boshida pul bo'lishi kerak. Endigi qiladigan ishimiz Facebook bizdan ortiqcha 12% nalog yechmasligi uchun reaktivetni bosamiz va mana bu joyga 9 xonali raqam kiritamiz. Ya'ni O'zbekistondagi MChJlari raqamini kiritamiz. Men ko'pincha demak 304 bilan boshlanadigan raqam kiritaman. 304 bilan boshlanadi. Keyin yog'iga o'zimiz xohlagan o'sha ya'ni 6 xona raqam qo'shsak bo'ladi. 304 bilan boshlansa bo'ldi. O'zbekistonda ko'pgina demak yuridik MChJlar aynan 304 bilan, 200lik bilan boshlanadigan bor. Men ko'pincha 304 lik kiritaman va ya yuridik litsonni bosamiz. Ya'ni men O'zbekistonda yuridik litsonman, O'zbekistonga nalog to'layman, mendan nalog yechmagan degan ma'no kelib chiqadi va bizdan mana shuni kiritganimizdan keyin Facebook ortiqcha 12% nalog yechmaydi. Masalan, $100 ga reklama yoqsak, $100 yechadi, bo'ldi, ortiqcha yechmaydi. Agar buni kiritmasak, bizdan $100 ga reklama yoqsak, 12% nalog yechadi. Aynan o'sha yoqqan $100 ya'ni $112 yechadi keyinchalik. Demak, saqlanishni bosamiz. Bo'ldi, kiritib qo'ydik hammasini. Demak, akkauntimiz tayyor, kartalarimiz uladik. Endi reklama yoqsak ham bo'ladi.